Bo'pti, xo'jayin, yaxshi bo'lib keling. Bo'pti, yaxshi o'tiringlar. Ha, aytgancha bugun chatga chiqmaysanmi? Yo'q. Mashinang kalitini berib turgin, meni mashinam tormozi yaxshi ishlamayapti. Pastda turibdi kalit. Bemalol minib ketavering. Bo'pti, hozir o'g'lim. Mashinang berib tur. Mashinang berib tur. Onasi, mashinang berib tur. Onasi ovqat pishiryapsan. Ha, ovqat pishiryapman. Siz bugun iftorligim bor edi. Mayli, boravering. Ha, bo'pti, mashinangni shunday berib turgin, meni aniq signalim ishlamayapti-da, borib keling. Bo'pti, oling. Shahboz aka, benzinim tugayotgan ekan. Ha, xavotir olma, bugun men senga pulli bak benzin quyib beraman. Rosta Shahboz aka. Rosta, mana ko'chani boshida zapravka bor, kirgin. Xo'p, bo'ladi. Voy. Benzin tugayapti. Tavba qildim, erkak kishiga ham hayronsan. O'zi qo'yib berib, o'zi tugatadi. Men Dilshod Rustamjonova, sizlar uchun zo'r yangiligim bor. Agar siz Rossiyada yashab, ishlab yurgan bo'lsangiz va yangi qoidalardan hali xabaringiz bo'lmasa, sizlar uchun ajoyib imkoniyat bor. T-Bank xorijliklar uchun Rossiyada eng yaxshi bank deb topildi. Bank O'zbekistondan Rossiyaga ishlash va yashash uchun kelgan kishilar qanday talablar va qiyinchiliklarga duch kelayotganidan yaxshi xabardor. Masalan, T-Bank yaqinda xorijliklar o'rtasida so'rov o'tkazib, ularga Black Debit kartasini dizaynini tanlashga taklif qildi. Natijada to'lov payti yonib turadigan diodli kartaning mana bunday chiroyli to'plami paydo bo'ldi. T-Bankning Black Debit kartasini rasmiylashtirish uchun Rossiya fuqaroligi yoki Rossiya telefon raqami bo'lishi shart emas. Bu shunchaki manfaatli va chiroyli karta bo'libgina qolmay, balki chet elliklarga butun ekotizimdan foydalanish imkoniyatini taqdim etadigan vositadir. Masalan, siz Rossiyaga ishlagani keldingiz. Bu yerda qonuniy yashash va ishlash, aloqadan foydalanish uchun biometriya topshirishingiz kerak. Odatda buning uchun maxsus markazga borish, navbatda turish va ko'plab qog'ozlarni to'ldirish talab qilinadi. Ammo T-Bankning Black Debit kartasiga ega bo'lganlar uchun yuqoridagilarning barchasi osonroq kechadi. Agar siz T-Bankdan SIM karta rasmiylashtirsangiz, vakilning o'zi oldingizga bepulga kelib, barcha kerakli hujjatlarni rasmiylashtirishga yordam beradi. Gosuslugi tizimidan ro'yxatdan o'tkazadi va biometriya ma'lumotlarini oladi. Bu orqali siz vaqtingizni tejaysiz va hamma narsani o'zingizga qulay joyda, bittagina uchrashuv davomida hal qilasiz. Siz Rossiyada ishlab, O'zbekiston qarindoshlaringizga muntazam pul jo'natib turasizmi? Buni T-Bank ilovasi orqali qulay, tez, bevosita, milliy valyutada va hech qanday komissiyasiz amalga oshirishingiz mumkin. Bundan tashqari, chet elliklar debet kartadan yanada qulay va samarali foydalanish uchun unga Pro obunasini ham ulay oladilar. Bu orqali foydalanuvchilarga bepul mobil aloqa, o'tkazmalar uchun esa oshirilgan limitlar va jamg'arma hisobida saqlanadigan pul uchun bank tomonidan to'lanadigan oshirilgan foizlar taqdim etiladi. Black kartasidan faol foydalanadigan xorijliklar uchun kredit kartasi tezroq ma'qullanadi. Ilova va bankning qo'llab-quvvatlash xizmati turli tillarda tanaffuslarsiz va dam olish kunlarsiz ishlaydi. Siz o'zingizga vaqtda T-Bankning Rossiyada yashash va ishlashni osonlashtiradigan istalgan qanday xizmati bo'yicha maslahat olishingiz mumkin. Yana bolang bilan o'sha dastavkanga ketyapsanmi? Bolam bilan ishlasam xotirjam yuraman-da. Men senga oson pul topish yo'lini aytsam, gapimga kirmayapsan-ku. Menga qaytib bunaqa gaplaringni gapirma, tushundingmi? Undachi o'sha kolyaskangni surib bolang bilan yuraver. Hozir qizim. Ishqilib shu mahallamida kech qolib ketdim. Opammi? Assalomu alaykum, opa. Singlim, yaxshi yuribsanmi? Uyga qaytsang-chi. Kecha qaynonang kelgandi. Kelin qaytib kelsa, endi o'g'lim qo'l ko'tarmaydi. O'zim ko'z quloq bo'laman deyapti. Opa, bir marta qo'l ko'targan odam ikkinchi marta ham qo'l ko'taradi, uchinchi marta ham qo'l ko'taradi. Birinchisida ham xuddi shunaqa deyishgan edi. Charchab ketganman. Katta shaharda bola bilan qiynalayotgandirsan. Opa, bo'ldi, shoshilyapman. Shu xonadonmikan? Shu ekan. Namuncha kech qoldingiz? Uzr. Men bor uzr. Voy, bola bilan dastavka qilasizmi? Ha, bola bilan. Men puli. Rahmat. Dastavka keldimi, Sevinch? Ha, mana keldi.
yaxshi o'tirdi. Dastavga keldimi Sevinch? Ha, mana keldi. O'tirishini qaraylik. Eri ham shunaqa kutib oladimi? Voy, assalomu alaykum Shahboz aka, yaxshi keldingizmi? Sizni kutib uxlab qolibman. Siz uchun shirinlik pishirgandim. Yeb oling. Mana oling. Na pishirgan narsangda maza bor, na gap so'zingda maza bor. Odam uyga kelib bir maza qilmaydi. Unaqa demang dadasi. Bola bilan baribir oson emas. Ha aytgancha, menga pul bering. Bibisoraga bitta ikkita narsalar olish kerak edi. Kam ko'stini to'ldirish kerak edi. Sen uyda faqat o'tirib pul so'rashni bilasan. Odamlarning xotini bor-ku, uyini ham eplaydi, bolasini ham eplaydi, kerak bo'lsa ishlab pul ham topadi. Tushundingmi? Unda men ham ish topaman-da, men ham ishlayman. Ye, tushunmadim. Sen menga hozir gap qaytaryapsanmi? Ha? Shu paytda nima yurmayapti bu? Qotib qoldimi? Kimdir yordam berarmikin? Kech qolganimda shu kamidi menga. Bechora bola. Issig'i juda ham bola. Bugun kam pul ishladim. Barcha ishlagan pulim kasha bilan taglikka ketdi. Doriga esa pulim yo'q. Bo'ldi qizim hozir. Qalisiz kuryerlar malikasi. Mazza qilib ishlab keldingizmi? Namuncha baqirasiz, sekinroq gapiring, bolam isitmasi bor, zo'rg'a uxlatyapman. Shamollaydi-da, kun bo'yi ko'chada olib yurganingdan keyin dori ber. Pulim tugagan. Biror kimdan qarz olamanmi, ko'ramiz. Qarz olarmish. O'zi uyimda teppa-tekinga yashayotgan bo'lsang, kim senga qarz beradi? Menga qara. Yosh, chiroyli, go'zal qiz bo'lsang. Men senga oson pul topish yo'lini aytganimda o'zing kirmading. Mana pul. Xohlaganingcha ishlat. Faqat bitta shartim bor. Shumshalar Xavotir olmang. Qushchaga don sepib qo'ydim. Hammasi biz o'ylagandek bo'ladi. Ha, Sevinch, yaxshimisiz? Men senga hozir lokatsiya jo'nataman, o'sha yerga pitsa olib kelasan. Sevinch, iltimos, hozir oxirgi dastavkam qolganda o'shani yetkazib yuboring, keyin boraman uyga. Olib boraman albatta. Menga qara, o'sha kuni kerakli vaqtda buyurtmalarni yetkazib beraman deganding-ku, va'da bos. Bo'pti, xo'p, hozir boraman, hozir. Muncha g'alati uy. Tavba, Sevinch bu yerda nima qilyapti ekan?
Alo? Sevinch, men keldim, dastavkani olib kirib ket. Kiraver Dilshoda, hozir chiqaman. Ha, bo'pti. Hozir kiraman. Ketdim. Chiqolib, shunday aytdi. Sevinch. Kiraver Dilshoda, hozir chiqaman. Pitssani oshxonaga qo'yib qo'y. Xo'p. Xush kelibsiz, yaxshi qiz.